Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda ajoyib yangilik Jaki X8 avtomobillariga bugundan e'tiboran rasrochka e'lon qilindi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ushbu avtomobillarimiz turli pozitsiyada bo'ladi va turli pozitsiyasi uchun ham rasrochka e'lon qilindi. Boshlang'ich to'lovini 50% to'lab, qolgan summasini 13 oyga 0% ustamalarsiz to'lasangiz bo'ladi. Xo'p, bu modelimiz hozirgi kunda nalichida sotuvda tayyor turibdi. Bemalol kelib, mashinani o'zini test drive qilib ko'rib, haydab ko'rib, undan tashqari mashina haqida yana batafsil ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu modellarimizda hozirgi kunda original bo'lgan FT qismlari hamda servis xizmatlari avtosalonni o'zida tashkil topgan. Modelimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu modelimiz motori 2 lik atmosferni bo'ladi. 6 kishiga keladigan bo'lsak, 147 kishini tashkil etadi. Rasxoti, atiga aytgancha benzin yoqadi, rasxoti shahar ichiga atiga 10 litrni rasxot qiladi. Metan propanda yuriydi, benzin tanlamaydi. Motori seplik bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismida 3 kishi bemalol o'tirib ketaveradi. Ko'rib turganingizdek, turli pozitsiyada bor deganimdek, mana hozir bu bartavoy modelimiz bo'ladi. Bort hajmi uzunligi 320, 175 bo'ladi. Uzunligi 320, eniga esa 175. Uni yonida mana Prontovar modelimiz, ya'ni furgon varianti turibdi. Uni ham yonboshli, orqalarida eshiklari bo'ladi. Yuk hajmi esa 9 kunni tashkil etadi. Bu yerda tentopkalik modelimiz turibdi. Tentopkasi raskladушкalik bo'ladi. Hammasini va aytib o'tishim kerak. Yuragi, ot kishi hajmlari hammasi bir xil bo'ladi. Nalichida tayyor. Furgon variantimizdan ham uchta sotuvda tayyor. Bartovoyimizdan ham tayyor turibdi. Tentopkaligi ham tayyor. 4-pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, shassi varianti ham bor. Shassi varianti faqat ramani o'zi bilan keladi orqa tomoni. Unga bemalol bochka o'rnattirib turib, mana suvli, yana suyuqli yuklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol toshib ketsangiz bo'ladi. Balon hajmlari oldi 15 lik, orqa 13 bo'ladi hamda qo'sh balon bo'ladi. Undan tashqari orqasi uchun alohida 2 pachkalik resor qo'yilgan. Ramalari ancha mustahkam. O'zini mana yuk ko'tarish bortlarini, ya'ni suyaklari ham ancha mustahkam bo'ladi. Yukni ko'targan payti mashinaga bildirmaydi. Mana yamaga tushasi boshqa bo'ladi. Bildirmani laqar-laqar o'ynatmaydi. Nalichida tayyor. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz hech qachon o'zgarmaydi. Hali ham o'sha. Navoiy viloyatida Karmana tumanida Regal Gatsitani ishlang yangi yo'lga qarab qaytishingizda transport boshqarmasining ro'parasidagi Tashkent Motor savdo saloni. Hammangizni manzilimizda kutib qolamiz. Tashkent Motor kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni esa unutmang. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Agarda batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Tashkent Motor sifat qiymatdan ustun.